Xitoy Kommunist hökuməti Şərqi Türkistondagi quramiga yetgan erlarni xohlagancha qo'lga ilishi va jazo lagerlariga solib qo'yishi natijasida chorasiz qolgan Uyg'ur ayollari oilaning yukini mo'rsiga ortib, erlar qilishga tegishli ishlarni qilishga majbur bo'ldi. İctimai taratqularda tarqalgan va Sharqi Turkistondan tarqalganligi bilingan bir sanda bir Uyg'ur ayolning qassobxonada zanjirga bog'langan pichoq bilan go'sht etayotganligi ko'rsatilgan. Bu xil uchurlar qisqasin ko'rinishlari va suratlarda Uyg'ur ayollarining mashina remont qilish va qurilish ishlarida yuk tashish qatorliq og'ir jismoniy emgaklarni qilayotganligi ma'lum. Bu bir tarafdan Xitoyning Uyg'ur ayollariga selayotgan zulmini bosh qilsa, yana bir tarafdan Sharqi Turkistondagi vaziyatni jonliq aks ettirib berdi. Xitoy Sharqi Turkistondagi bostirishlar kun sayin kuchayotgan bir paytda 39 davlatning vakillari Birlashgan Davlatlar Tashkilotida birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyni zulmga to'xtatishga chaqirdi. Ko'pincha g'arb davlatlaridan tashkil topgan bu 39 davlat ichida Turkiya yer olmadi. Bu Turkiyadagi har sohaning noroziligini qo'zg'adi. Türkiye Saadet Partisi'den bulgan parlament a'zosi Abduqodir Qarato'man Türkiye'nin nima uchun birlashma bayonotga imzo qo'ymaganligi haqida Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'liga savol qo'ydi. Türkiye Büyük Millet Meclisiga yozma savol avatgan Qarato'man bunu savollarni so'rdi. Sharqi Turkistonga qilingan vahshiyliklarga Turkiyaning pozitsiyasi qandoq? Bu haqda elib berayotgan omma bilan o'rtoqlashmaydigan diplomatiya bormi? Birlashma bayonot e'lon qilib rayondagi qilmishlarni tanqid qilgan 39 davlat ichida nima uchun Turkiya yo'q? Turkiyaning Sharqi Turkistonda yuz bergan ishlar haqida aniq qaror chiqarmasligidagi sabab nima? Yaponiya sobiq bosh ministri Shinzo Abe efendi 7 oktyabr kuni parlamentdagi ishxonasida Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi doktor Abdukerim Abdurahmon efendi, boshqarish hay'ati a'zosi Xalmat Ro'zaxon efendi, Guliston Aziz xonim va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiyadagi vakili Ilhom Mahmud efendi qatorliqlarni qabul qilgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining boshqarish hay'ati a'zosi Xalmat Ro'zaxon efendi uchrashishning intayin unumli o'tganligini bildirdi. Xalmat Ro'zaxon efendi Uyg'ur hay'atining Shinzo Abe efendiga Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyati to'g'risida, jumladan hay'at a'zolarining o'zlarining urug' tuqqanlarining ahvoli to'g'risida ma'lumot berganligini o'tirib qo'ydi. Egilanishicha, Shinzo Abe bosh ministri bo'lgan mezgilda ko'p qatam Xitoy doiralari bilan bo'lgan uchrashishida Uyg'ur masalasini o'tirg'a qo'ygan. Angliya parlamentidagi bir tekshirish Huawei shirkati bilan Beijing hukumati o'rtasidagi maxfiy hamkorlikqa aniq isbot bor deb yakun chiqardi. Angliya parlament a'zolari hukumatdan Huawei'ning 5G aslahalaridan chiqarib etish vaqt jadvalini bekitishni talab qildi. Angliya hukumati 7 oyda Huawei'ni 2027 yilgacha 5G aslahalaridan chiqarib etadiganligini e'lon qilgan edi. Huawei shirkati buningga qarata e'lon qilgan bayonotida bu doklad paketni emas ideyani asos qilgan, shunga ishonchlik deb qarashga bo'lmaydi dedi. Avam palatasining mudofaa komiteti yakshanba kuni e'lon qilingan tadqiqot natijasining akademiklar, tor bexatarlik mutaxassislari, telegraf kasbida ishlaydiganlar va boshqa aloqador taraflarning bayonlariga asoslanganligini bildirdi. Egilanishicha, bu kishilar ichida Huawei'ning yuqori darajalik boshqaruvchilari, shundaqla shirkatni tanqid qiladigan ismlar bor ekan. Dokladda yana Xitoy hukumatining yaqinqi 3 yilda 75 milliard dollar bilan Huawei'ning ishini qo'llaganligi va bu shirkatning texnikasini kulgilik shaklda ozg'ina pulga sota oladiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Amerika prezidenti Donald Trump Wuhan virusidan yuqumlanib saqaygandan keyin Oqsaroyda bergan tunji bayonotida virus yuqumining javobgari Xitoydir. U buning bedelini og'ir to'laydi dedi. Donald Trump 7 oktyabr kunida tarqatgan videolik bayonotida virus bilan yuqumlanish sizning xatolig'ingiz emas, u Xitoyning xatoligi va Xitoy bizning davlatimizga qilganlar uchun zo'r bedel to'laydi deb ta'kidladi. Donald Trump so'zda yana o'zini davolab saqaytishda sinov qilib ishlatilgan dorilarning barliq amerikaliklarga o'xshash ishlatilganligini va u dorilarning butunlay haqsiz bo'lganligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoydan tarqalgan Wuhan virusi bilan yuqumlanganligini e'lon qilingandan keyin ijtimoiy taratqularda Xitoy fuqarolarining xo'shallik tantanasi qilib, Trump yuqumlanganligini tabriklaganligiga doir ko'rinishlar tarqalgan.
Bu vaqa kommunist rejimi ostidagi Xitoy fuqarolarining ruhiy sog'lomligi haqidagi munozirlarni paydo qilgan edi.